Qilishqa g'o'rlik qilmaydigan bir jup abjil qo'linglarli bo'lsa, men o'xshashmishda yo'g'al deganda saylarni qilib yoki ochiqib sasanglarmi yoki bolalaringlar bilan yesanglarmi, ajoyibmi bir paysay bo'ldi jumi. Ma saylarimizni odatda xom yeydigan saylarni men bir qur to'g'rib oldim. Ma bo'lsa seriq sabza, mani ziganlan deymiz-ku, rangli kapska, ma sabza, ma bu tarxamak, ma xunshurlu bu, ko'k laza, qizil laza. Ma morni men bir qaynoq suvdan o'tkazib to'g'rib oldim. Ma bu oshkuka. Hamda buning to'piga ma fon pizza deymiz, mani solamiz. Hamda shomijo, sho'sung, samsaq, zima, laza, sirka. Ma bu mogo, ma bo'lsa doya, ma shanxayching, ma palak. Buning ketadigani shakar, xojo, tuz. Suyimiz qaynagandan keyin buningga bir qoshiq tuz sepib olamiz. Hamda ma elnurniki 5 dan xoli zarang zimeydan quyib olamiz. Ma palikimizni o'tirdim bo'litimiz. Hem yeshkimi qulay so'p qoldi. Hem ma bosh tarafı sal qattiqmanki ma beshini selib olib, mani kayinda solamiz. Hamda ma do'yarimizni solamiz. Hamda mogun solamiz. Sudan o'tkazgan vaqtida nemishga moy quyimiz degan vaqtida mush say o'zanki mushunda yeshillik qoqira ham ta'min saqlab qoldi. Shuningga buningga cho'qim moy quyimiz jumi. Mana meyersel testerak pişirdi. Şununla ahırda salımız. Şomijo, samsaq, sho'sung. Endi bunun üstüge ma uğaq lazımısını silib alımız. Ma tunuşturgan emlerim çıkıp ketkenki mana kadar da koyup deme. Endi ma şınçonu quyup elip, endi ma ellerinin sirkisinden muş qo'shqumuza 2 qo'shiq quyup alamiz. Bir qo'shiq shakar, bir qo'shiq xojo, bir qo'shiq tuz. Ma sovuq qaynoq suvdan yarim sirka quyitimiz. Qo'rvagan zima bo'g'achqa mana endi soldim. Ma xo'sang tayyor so'quqli xo'sangga mushundan egab men aralashtirib etdim. Mana to'kib olayman. Endi buni mush ellarning bolkalari bilan yeydigan bo'lsanglar karamatda. Mana. Qaranglar ichini degan payzi buning. Mana do'stlar, yo'g'on tavoqqa saylarni qilib qundam yeb bo'ladi deb beshinglar qodir kelib boramsa, do'stlar beshinglar nariz qatolmanglarmi? Mening shunda mehrisiz qo'shnilarim bor, bolalarim bor. Ertasiga bu sayt o'zimizga qolmaydi-jimi?